O'zimda ham onkologik kasalliklarim bor uchun ancha charchab qoldim. Bular uchun harakat qilishlaringni so'rayman. Yordam qilinglar, yurib ketishiga. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Aziz o'g'lim Hasanjonim bir necha yildan beri og'ir dardga chalingan. Sizlardan katta iltimos bilan murojaat qilyapman. Alloh yo'liga yordam qiling. Shu farzandim yurib ketsin. Hojatlarga o'zim ko'tarib olib chiqyapman. O'zimda ham onkologik kasalliklarim bor uchun ancha charchab qoldim. Hamma joy tanalarimda bor. Onam ko'zi ko'rmaydi. Onam ko'zlarini ham davolatishim kerak. Vaqtinga shu o'g'lim sog' salomat bo'lib yurib ketsa, Alloh yo'lida yordam qiling. O'g'limni ko'rsatgan shifokorlarimiz yuradi deb umid berishyapti. Ko'rsata olmayapman doktorga. O'g'lim uchun yordam bo'lsa, yurib ketsa, hojatlariga borib ketsa mayli edi. O'zi kunini o'zi ko'rib, mendan keyin kim qaraydi deb ichimdan to'g'risini aytsam, ichimdan o'z nima deyishimni bilmayman. Ichimdan nima deyishimni bilmayman. O'g'limga yordam qilinglar, yurib ketishiga.